Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Lagerdagi tutqunlarning Fujian o'lkasiga o'tkazilib, majburiy emgakka selinayotganligi oshkorlandi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda malariya kasalining butunlay tugaganligini e'lon qildi. Dunyo musulmon olimlar birligi Hindistonning musulmonlarga qaratgan ayrimchilikni to'xtatishga chaqirdi. Amerika dengiz armiyasi TikTok'ni chekladi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarıdır bolsa. Zimiston Tori 23 dekabr günü tekshirish doklati e'lon qilib, lagerdagi nurg'un Uyg'ur tutqunlarining Xitoyning Fujian o'lkasidagi Jinjiang, Chuanzhou qatorliq shaharlarga yetkazib kelinib, zavod korxonalarda majburiy emgak selinayotganligini oshkorladi. Bu joydagi uchur manbalarining Zimiston Toriga bildirishicha, bu Uyg'ur ishchilarining hammasi sobiq lager tutqunlari ekan. Bir uchur manbasi ularning lagerdan qo'yib berilibla Fujianga yetkazib kelinganligini bildirgan. O, agar bu Uyg'urlar Xitoyning boshqa o'lkalarga berib ishlashni rad qilsa, lager qaytarilib ketilganligini ilgari surgan. Bu uchur manbasining qayd qilishicha, Uyg'urlarning boshqa o'lkalarga yetkazib oborilishidagi maqsad ularni islom dini va atalmish asabiylikdan xoli qilib, ularning tezroq xitoylashishni ishga oshirish ekan. Dokladda ishkirdagi bu Uyg'urlarning nazorat ostida yashaydiganligi, ularning diniy ibodat shaklinib, ularga vatanparvarlik, qonun tuzum va Xitoy tili o'rgatilganligi, ularning har dushanba kuni bayroq chiqarish murosimiga qatnashadiganligi, murosimni soqchilarning nazorat qiladiganligini ta'kidlagan. Yana soqchilarning hamrohligida turishliq yez sahrolarga berib, Xitoyning butxonalarida majburiy Uyg'urcha naqsh usul o'rinlaydi ekan. Bir Uyg'ur ishchi Zimiston Torining xodimiga bergan uchurda soqchilarning doim yotoq va yanfullarni tekshirib turadiganligini, Uyg'ur ishchilarining har kuni 10 soat ishlasimi, lekin intayin oz maosh beriladiganligini, bakmi charchab ketadiganligini, maxfiy ibodat qilayli desimi, hali qolmaydiganligini bildirgan. Egilishicha, Zhejiang, Guangdong, Jiangxi va boshqa Xitoy o'lkalarining nurg'un zavodlarda ilgari lagerlar qamalgan Uyg'urlarning borligi, buningdan keyin yana turkumlab keladiganligi bildirilgan. Buning oldida atalmish Uyg'ur avtonom rayoning raisi Shuhrat Zakir bayonot e'lon qilib, lagerdagi kursantlarning hammasi o'qish bitirganligini e'lon qilgan. Lekin kuzatuvchilar uning so'zining gumonliq ekanligi, lagerdagi ba'zi tutqunlarning zavod korxonalarga yetkazib ketilgan bo'lishi mumkinligini bildirgan edi. Xitoy doiralari atalmish Uyg'ur avtonom rayonida malariya kasalligi yoki Uyg'ur tibobatidagi bezgak kasalining butunlay tugaganligi, yaqinqi 19 yil mobaynida hech qanday kasallik alomati bayqalmaganligini e'lon qilgan. Xinhua agentligining 21 dekabr xabar qilishicha, yaqinda Xitoy davlatlik sahya salomatlik komiteti, Xitoy davlatlik ko'chmanlar idorasi, Xitoy davlatlik tamojna idorasi qatorliq organlarning mutaxassis va vakillaridan tashkil topgan bir baholash o'miki Sharq Turkistonda tekshirish olib berib, rayonda malariya yoki bezgak kasalining butunlay tugaganligi, mazkur rayonning davlat bekitgan tibbiy jihatdagi baholash o'lchamlaridan o'tganligini jakarlagan. Baholash o'miki 16 dekabrdan 19 dekabrgacha rayonda tekshirish olib berib, yuqorqi xulosani chiqargan. Navbatda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik doirlar yaqinqi 19 yildan beri rayonda hech qanday malariya, ya'ni bezgak kasallik alomatining bayqalmaganligini ilgari surmoqda. Ularning Xitoy taratqularida qayd qilishicha, Sharq Turkistonda 2011 va 2019 yil bayqalgan 48 kasallik alomati chet elga bog'lanishli ekan. Lekin kuzatuvchilar atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik doirlarning rayonda yuz bergan yuqumli kasalliklarni izchil maxfiy tutib kelayotganligi, shunga Xitoyning bu jihatdagi sonliq ma'lumotlarining ishonchsiz ekanligini bildirmoqda. Ularning qarashicha Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarning DNA ambiri qurilib, 3 milliondan ortiq musulmonni lagerlarga qamagan. Shundaqla Sharq Turkistonda uchur qattiq kontrol qilinayotgan hozirgidek ahvolda Xitoyning sonliq ma'lumotlariga gumon bilan qaramaslik texmi mushkul ekan. Xitoy hukumati ilgari umumiy xalq salomatlik tekshirish nomida Sharq Turkistondagi yerlik xalqlarning qon avrishkisini yig'ib DNA uchur ambir qurgan. Ammo bu ishlar ularning xabarsiz elib berilgan. Xitoy taratqullarining ilgari surishicha, Sharq Turkistonda eng oxirgi qitimliq malariya bilan yo'qolinish vaqasi 2000-yil 90 oyida bayqalgan ekan. Dunyo musulmon olimlar birligi Hindiston hukumatini 6 diniy guruhga garajdorlik yo'lini ochib, o'xshash salohiyatga musulmon ko'chmanlarni bo'lsa, buning sirtida qoldiradigan shaklda o'zgartirilgan garajdorlik qonunidan voz kechishga chaqiriq qildi. Dunyo musulmon olimlar birligidan e'lon qilingan yozma bayonotda talash tortishlarga sabab bo'layotgan garajdorlik qonuni musulmonlarga qarshi alohida ayrimchilik qonuni deb ta'riflandi va bu qonunning yaklash, nafrat jinoyatlarining yo'lini echish mumkinligi haqida ogohlantirib, qonunliq haq-huquqni talab qilgan namoyishchilarning o'ldirilishini aybladi. Dunyo musulmon olimlar birligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa kishilik huquq organlariga bu xavfli yuzlanishga qarshi qonuniy va iqtisodiy yo'llardan qarshi turish chaqiriq e'lon qildi. Hindistonda garajdorlik qonuniga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlarda soqchilar bilan namoyishchilar o'rtasida to'qinish yuz berib, 4 kun ichida 23 kishi jonidan ayrilgan. 600 dan ko'proq kishi nazoratga olingan. Shuning bilan nazoratga olinganlarning umumiy soni 4 mingga yetgan. Hindistonning o'xshash bo'lmagan o'lkalarida 2014-yil 31 dekabrdan ilgari Hindistonga kirgan g'ayri-musulmon ko'chmanlarga garajdorlik berilishini osonlashtirgan. Biroq o'xshash holatdagi musulmonlar buning sirtida qoldirilgan qonun taklifining tasdiqlanishiga qarshi 11 dekabrdan boshlab namoyishlar uzluksiz davomlashmoqda.
ijro qilinishga boshlangan bu qonun doirasida Pokiston, Afg'oniston va Bangladeshdan kelgan ko'chmanlar buddist, Sikh, Jain, Parsi yoki xristian kimliklar bilan Hindistonda 6 yildan ortiq uzun yashayotganligini isbotlaydigan hujjatlarni topshirgan taqdirda garajdanlik huquqiga ega bo'la oladigan. Biroq o'xshash ahvoldagi musulmonlar bo'lsa, buning sirtida qoldirilgan shaklda garajdanlik qonuniga o'zgartirish kirgizilgan. Amerika dengiz armiyasi Markaziy Xitoyda bo'lgan abditali TikTokni hukumat tarafidan tarqatilgan yon telefonlarga qachilashni cheklagan. Dengiz armiyasi TikTokning xalqaro bexatarlikka tahdid etib kelganligini bildirgan. Dengiz armiyasining Facebook kanalida askarlarga qarata yo'llangan yo'llanmada hukumat tarqatgan telefonlardan TikTok abditalini o'chirmaganlarning dengiz armiyasining to'r betiga kirishining cheklanganligini bildirgan. Sin ko'rinishda aqtidigan abditali TikTokdan Reuters xabar agentligi bu masala to'g'risida bayonot chiqarishni talab qilgan bo'lsa-mu javob olmagan. Amerikalik yoshlar orasida nihoyat keng qo'llashga erishgan TikTokga qarata Amerika hukumati xalqaro bexatarlik masalasi to'g'risida tekshirish olib borgan. Amerika parlamentining a'zolari eng tez tarqalgan bu appni Amerika uchun bir tahdid ekanligi, bu appning Xitoy hukumati bilan munosabatining boyuqligini tekshirishning kerakligini talab qilgan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.